3 dekabr Xalqaro nogironlar kuni. Bu kun butun dunyoda teng imkoniyatlar va inson qadriga hurmat tamoyillarini yoyishga xizmat qiladi. So'nggi yillarda yurtimizda ham mazkur sanaga alohida e'tibor qaratilib, jamiyatni yanada inklyuziv qilish, har bir insonni teng huquq va imkoniyatlar bilan ta'minlashga undovchi muhim chaqiriqlar yangramoqda. Toshkent viloyatida bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlar, xayriya aksiyalar haqida hozirgi lavha orqali ma'lumot olishingiz mumkin. Bugungi kunda jamiyatimizda inklyuzivlikni rivojlantirish, nogironligi bo'lgan shaxslarning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida bir qator chora-tadbirlar olib borilmoqda. Xususan, nogironligi bo'lgan fuqarolarni ta'lim, sog'liqni saqlash, bandlik hamda reabilitatsiya xizmatlari bilan qamrab olish, ularga yaratilayotgan qulay infratuzilma, zamonaviy texnik moslamalar bilan ta'minlash masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. Shu ma'noda Toshkent viloyatida tashkil etilgan Yurakdan yurakka inklyuziv ko'rgazmasi ham jamiyatimizda mehr, e'tibor va qo'llab-quvvatlash tamoyillarini mustahkamlashga xizmat qiluvchi muhim tashabbus sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Tadbir orqali jamiyatning turli qatlami vakillari nogironligi bo'lgan shaxslarning salohiyati, ularning iste'dodi va mehnati orqali yaratilgan san'at asarlarini o'z ko'zi bilan ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ko'rgazma bilan tanishayotganlar, ular bilan bevosita fikr almashish hamda o'sha ko'rgazmadagi mahsulotlarni xarid qilish imkoniyatiga ham ega bo'lyapti. Bugungi kunda jamiyatimizda o'sha inklyuziv jamiyat sari dadil qadamlar tashlanyapti. Jarayonlarda agar bir suhbatlashadigan bo'lsak, o'sha nogironligi bor shaxslar ham bevosita bir muloqotlarda o'zlarini boshqalardan kam emasligi, shu jamiyatga foyda keltirish qo'ldan kelishini bir amaliy isbotini ko'rayotganidan ular mamnun. Shu bilan birgalikda o'sha maktab o'quvchilari nafaqat u maxsus maktablarda ta'lim olyapti, shu bilan birgalikda ularni kasb o'rganayotgani, o'sha kasbga o'qitilayotgani, kelajakda ularni ma'lum bir hunar bilan shug'ullanishi, oilasiga daromad olib kelishi va jamiyatga moslashib, o'sha jamiyatda sog'lom insonlar qatori ular ham bir faol bo'lishiga amaliy yordam beradi. Ko'rgazmada Toshkent viloyati bo'ylab faoliyat yuritayotgan maxsus internat muassasalari tarbiyalanuvchilari hamda nogironligi bo'lgan yoshlar tomonidan tayyorlangan ijodiy ishlar taqdim etildi. Ularning qo'l mehnati mahsulotlari, rasm va tasviriy san'at namunalari, hunarmandchilik buyumlari, dekorativ san'at asarlari yig'ilganlarning e'tiborini tortdi. Tadbir doirasida ushbu ijodiy ishlardan iborat savdo yarmarkasi ham tashkil etilib, mehmonlarga o'zlariga yoqqan buyumlarni xarid qilish imkoniyati yaratildi. Men Qibray tumanidan opa-singil nogironlar jamiyatidan keldim. Ko'rgazmaga asosan men o'zim milliy va zamonaviy quroq ko'rpa va yostiqlar bilan shug'ullanaman. Qizlarni, kelinlarni sarpolariga buyurtma asosida tikaman. Bu soha bo'yicha 10-15 yildan beri shug'ullanib kelaman. Bu ishim bilan o'zimga kuch yig'aman, ham bu ishimdan juda ham rohatlanaman. Bahra olib, dilim yayrab maza qilib tikaman. 124-maktabda mehnat texnologiya o'qituvchisiman. Ommaviy maktabda qanday darslar berilsa, biz maktabimizda ham xuddi shunday tarzda darslar beriladi. O'sha til deysizmi, matematika, ona tili, hamma fanlar mukammal o'rgatiladi. Qo'l mehnatidan nimaiki bo'lsa, hammasini shu bolalarimizga, o'quvchi qizlarimizga hammasini o'rgatamiz. Ma'lumot o'rnida aytish joiz, hozirgi kunda respublikamizda 1,58,000 nafar nogironligi bo'lgan shaxslar mavjud bo'lib, ularning 173,000 nafari bolalarni tashkil etadi. Ushbu ko'rsatkichlar davlat tomonidan inklyuziv ta'lim, ijtimoiy xizmatlar, reabilitatsiya markazlari faoliyatini takomillashtirish, nogironligi bo'lgan shaxslarning bandligini ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan ishlarning naqadar muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi.